Qo'limizga bir tal shishxal elib atqanimizda to'rtlik tarafi tushish nisbati 6da 1 bo'ladi. Ikki shishxalni o'xshash vaqtda azsaq, her ikkisining o'xshashli 4 kelish ehtimoli 36da 1 bo'ladi. Ikki shishxalni 2 qitim atqanda, her ikki shishxalning her ikkisida o'xshashli 4 kelish ehtimoli bo'lsa, 1296da 1 bo'ladi. 4 qitim orqadan atqan chig'imizda her ikki shishxalning her qitimda 4 tushish ehtimoli bo'lsa 1,679,616da 1 bo'ladi. Acaba ikki tal shishxalning 4 qitim orqadan 4 tushish ehtimoli 1,679,616 qitimda 1 bo'lsa, bir inson badanida mavjud bo'lgan 206 parcha so'ngakning bir-biriga mos tushib uyg'un kelish ehtimoli qancha bo'lar? Xo'sh, shundoq o'ylab boqayli. Hamma so'ngaklarimizning tasaddibiy yaratilganligini faraz qilib ko'rayli. Biz bu so'ngaklarni oldik va bir xaltaga soldik. Ondan har qitimda birdan so'ngak olayli. Shundoq qilib iskeletimizni, ya'ni so'ngak qurilmamizni tuzib chiqmoqchi. Bu jarayonda agar so'ngakdan birini xato elib qo'ysak, shu vaqtgacha olgan to'g'ri so'ngaklarni qayta xaltaga solamiz va boshdan boshlaymiz. Acaba 206 dona so'ngakni to'g'ri qurib chiqish ehtimolligimiz qancha bo'lar? Trillion raqami bilan ifoda qilib bo'lanmag'ida qadar ko'pdir va shuni unutmaslik kerakki, biz bu so'ngaklarni tasaddibiy yaratilib qoldi deb faraz qilib bu hisoblashni qildik. Shundoqla so'ngaklarning tarkibining tasaddibiy yaratilishini hisoblashga boshlasak-chi va yoki buni faqatla bir insonda emas, hamma insonlarmi o'xshash so'ngakdan yaratilgan bo'lg'ashqa butun insonlarda qilsak va ham shundoqla butun hayvonlarninkini qo'shsak, acaba mushundoq bir hisobni hisoblag'ili bo'lamdi va son sifirlar bilan ifodalash mumkin bo'ladimi? Haqiqiy ahvol mushundoq ekan, koinotning tasaddibiylik natijasida maydonga kelganligini davron selish faqatla aqlni pensiyaga chiqarish bilan mumkin bo'ladi. Allohni inkor qilib, yaratilishni tasaddibiylik bilan izoh qilishga jur'at qilganlar qandoq bir ehtimollikni qabul qilish majburiyatida qolganligini ko'ranmadimi?